Atirni qanday to'g'ri tanlash kerak? Atir juda ko'p yo'llar bor tanlaydigan. Bu kimdir tanaga qaraydi, tana issiqmi, sovuqmi, kimdir bu yerda faslga qaraydi, havoga misol uchun issiq ketyaptimi, sovuq ketyaptimi, kimdir kunni o'ziga qaraydi, bu kunduz kuni sepilyaptimi yoki bu kechqurun sepilyaptimi. Ya'ni buni gradatsiyalari, kategoriyalari juda ko'p, lekin men o'zim uchun faqatgina ikkitani tanlab qo'ydim. Birinchidan bu havo, ya'ni fasl bo'lyapti. Bu bahormi, qishmi shunga qarab endi odam o'zini xohishiga, fantaziyasiga qarab bemalol og'irroq bo'lgan hidlarni yoki mana yozda yengil, svejiy bo'lgan hidlarni настроенияsiga qarab ishlatib yurishi mumkin. Va ikkinchisi bu xarakter. Misol uchun men o'zimning xarakterimga ko'proq sitrusiy bo'lgan va tegi yaxshigina drevesniy olib ketadigan hidlar yoqadi. Bunga Creed Aventus bo'lishi mumkin va o'zim xos ko'p ishlatadigan atrim Armando Dream'dan Montabaco Intensive degan atir. Qo'rqmanglar, atirda strogiy pravilo yo'q. Atirlarni faqatgina mazza qilib ishlatinglar, bo'ldi.